Hozirda juda ko'p uchrashuvchi holatlardan biri to'lovga qobiliyatsizlik, ya'ni bankrot deb topish masalasi hisoblanadi. To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunga muvofiq jismoniy shaxslarning yoki tapdagi tadbirkor va yuridik shaxslarni bankrot deb topish uchun alohida shartlar belgilab berilgan. Bugun jismoniy shaxslarni to'lovga qobiliyatsiz deb topish, ya'ni bankrot deb topish masalasini ko'rib chiqamiz. Jismoniy shaxslarni bankrot deb topish uchun asosiy shartlardan biri jismoniy shaxsning qarzdorligi bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobar, ya'ni 82.400 ming so'mdan kam bo'lmasligi belgilangan va majburiyat vujudga kelgan kundan boshlab 3 oy davomida to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lishi shartligi belgilab berilgan. Mazkur shartlar vujudga kelgan taqdirda jismoniy shaxs tomonidan yoki uning kreditorlari yoki soliq tashkilotlari tomonidan sudga da'vo bilan murojaat qilib, jismoniy shaxsni bankrot deb topish masalasini qo'yish mumkin bo'ladi. Sudga da'vo bilan murojaat qilishda kreditorlar agar da'vo bilan murojaat qiladigan bo'lsa, kreditorlarda avval sudning qarori, ya'ni majburiyat bo'yicha qarzdorlikni undirish to'g'risida sudning qarori mavjud bo'lishi shartligi nazarda tutilgan. Agar mazkur qaror mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, kreditorlar tomonidan jismoniy shaxsni bankrot deb topish bo'yicha sudga da'vo qilish mumkin bo'lmaydi. Sudga da'vo bilan murojaat qilgan jismoniy shaxs yoki uning kreditorlar sudga da'vo bilan murojaat qiladigan bo'lsa, unga ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxati belgilangan. Unda kreditorlarning ro'yxati, ular to'g'risida ma'lumotlar, bundan tashqari majburiyatni vujudga keltiruvchi shartnomalar, qarzdorliklar to'g'risidagi ma'lumotlar, to'lovlarni amalga oshirish grafiklari kabi hujjatlar va jismoniy shaxsning mol-mulki, uning ro'yxati to'g'risidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi va nikoh shartnomasi ilova qilib topshirilishi shartligi belgilangan. Mazkur hujjatlar sudga topshirilgandan so'ng sud tomonidan ish yurituviga qabul qilinadi va to'lovga qobiliyatsizlik masalasi ko'rib chiqish boshlanadi. Sud tomonidan jismoniy shaxsni to'lovga qobiliyatsiz deb topish uchun alohida bir shartlar belgilangan, ya'ni bular quyidagilar. Qachonki jismoniy shaxs tomonidan pul majburiyatlari bo'yicha umumiy qarzdorlik summasining 10% dan ko'p qismi bir oydan ortiq muddat davomida to'lanmagan taqdirda yoki qarzdorlikni qoplash uchun jismoniy shaxsning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda sud tomonidan jismoniy shaxsni bankrot deb topish mumkin bo'ladi. Jismoniy shaxsni bankrot deb topish uchun sud tomonidan quyidagi qaror chiqariladi. Birinchisi, jismoniy shaxsning qarzdorligi tarkibini o'zgartirish to'g'risida ajrim chiqarilishi mumkin yoki jismoniy shaxsni bankrot deb topib, uning mol-mulkini sotish to'g'risidagi qaror chiqariladi yoki arizani qanoatlantirishni rad qilish to'g'risidagi qarori chiqarilishi mumkin. O'z o'rnida savol tug'iladi, jismoniy shaxsning qarzini tarkibiy jihatdan o'zgartirish nima degani degan savol tug'iladi. Bu kreditorlarning umumiy yig'ilishi asosida jismoniy shaxsni qarzdorliklarini qoplash bo'yicha tarkibiy jihatdan o'zgartirish rejalari ishlab chiqariladi va sud tomonidan mazkur reja tasdiqlangandan so'ng 3 yil davomida, ya'ni ushbu reja 3 yildan ortiq bo'lishi mumkin emas. Ushbu rejalar asosida jismoniy shaxs qarzdorliklarini to'lab bartaraf etib boradi. Qachonki jismoniy shaxs ushbu tarkibiy jihatdan o'zgartirish rejasiga muvofiq qarzdorliklarni to'lamaydigan bo'lsa va ushbu holatda ham qarzdorliklar qolib ketaveradigan bo'lsa, kreditorlarning talabi bilan yoki muddatdan so'ng hisobot topshiradi. O'sha hisobot asosida sud tomonidan jismoniy shaxsni bankrot deb topib, uni mol-mulkini sotish to'g'risida qaror chiqarish mumkin bo'ladi. Agarda sizga ham jismoniy shaxsni bankrot deb topish masalasi bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.